Karimov davrida 2500-2600 kishi boshiga daromad, yillik daromad deyilgan ma'lumot mutlaqo noto'g'ri. Agar buni $1,5 ming atrofida desak, bu haqiqatga to'g'ri keladi. Bu Karimov davrida barcha ishlab chiqarishlar dehqonlarning yetishtirgan mahsulotlarini eksport qilishi pishiqchilik davrida har doim taqiqqa tushar edi. Bugunga kelib $4,000 ko'tarilgani bu albatta to'g'ri, ammo bu juda ham kam, $4,000 kam. Chunki minimal maoshlar soni ham bugun o'sha iste'mol korzinkasiga to'g'ri kelmaydi. Albatta bugunga kelib mana shu bugungi hukumat tomonidan berilayotgan ma'lumotlarga ishonilsa, bugunga kelib O'zbekiston aholisining kishi boshiga daromadi $10,000 dan o'sishi kerak edi. Ammo $4,000 juda ham kam, chunki iste'mol korzinkasiga yetadigan minimal oyliklar juda ham past. Buning uchun albatta hukumat buning ustida ishlashi kerak va nima desa bo'ladi, tashqaridan kelayotgan mablag'ga qarab olmasdan ichki har bir insonni daromadini ichki ishlab chiqarishlar, ichki eksport hisobiga o'stirib borilsa to'g'ri kelar edi. Karimov davridagi 81 milliardli yalpi ichki mahsulot bu faqatgina xom ashyo hisobiga edi. Yalpi ichki mahsulot 81 milliard bu bundan ham kam bo'lgan. Buni bo'rttirib ko'rsatilgan. Bugunga kelib mana 140 milliarddan oshdi. Bu haqiqatni birinchidan yana bir qaytarib o'tamanki, bu aholi ko'paydi va undan tashqaridan investitsiyalar qandaydir holda bo'lsa ham albatta juda katta investitsiyalar kirib keldi. Bu ham bo'lsa yalpi ishlab chiqarishga ta'sirini ko'rsatadi va O'zbekiston juda ham katta miqdorda qarzlar oldi mana shu ichki infrastrukturalar uchun. Ammo bu ikkinchi masala, bular qanday sarf qilinganligi. Bu yalpi ishlab chiqarish mahsulotni 146 milliardga yetgani, bu katta qismi albatta bu eksport hisobiga, xomashyo, davlat xomashyosi eksport hisobiga, qandaydir qismlari albatta ichki ishlab chiqaruvchilar hisobiga ham. Va shu o'rinda e'tiborni qaratish kerakki, import ham juda ham katta miqdorda o'sdi. Endi O'zbekistonning ichida bugun qarasangiz, avtomobil industriyasi juda ham rivojlangan. Avvallari faqatgina paxta edi. Hozir yana boshqa sohalarda ham biz bilmaydigan juda ham ko'p, hattoki maxfiy deyilgan sohalarda ham eksportlar davom etyapti. Endi aytadigan bo'lsak, paxta o'z yo'liga qishloq xo'jalik mahsulotlarini juda ham ko'plab eksport qilishyapti. Shuning uchun O'zbekiston ichida ham bugunga kelib qishloq xo'jalik mahsulotlari o'z sezonida albatta juda ham sezilarli qimmatlashgan. Bu nimani hisobiga? Avvallari qishloq xo'jalik mahsulotlari pishishi bilan taqiq chiqar edi. Vazirlar Mahkamasining qarori bilan taqiqlanardi eksport qilish ichki bozorni saqlash uchun deb va dehqonlarni ishlab chiqargan mahsuloti dalani o'zida chirib ketardi, yo bo'lmasam kepay narxga sotishga majbur bo'lardi. Bugun ana o'sha dehqonlar albatta o'z mahsulotlarini katta dollarlarga sotishyapti. Shuning hisobiga ham albatta potensial o'sib bormoqda. Karimovni 30 yilga yaqin boshqaruv davrida Sovet ittifoqidan meros bo'lib qolgan barcha zavod va fabrikalar vayron etildi, yakson etildi, tarantaroj etildi va shunga qaramasdan O'zbekiston aholisi 40 millionga yaqinlashib qoldi. Bu 40 million aholini ish bilan ta'minlash uchun bugun albatta mana qurilishlar, ya'ni ishlab chiqarishlar yo'lga qo'yilmoqda. Ammo bu yetarli emas. Yil sayin aholi o'sib boryapti. Shuning uchun aholining katta qismi chet elda o'ziga ish qidirishga majbur. Bularga yordam uchun albatta mana bunday tashqi mehnat agentligini tashkil qilishgan edi. Ammo bu tashqi mehnat agentligi esa aholiga, ya'ni ish qidiruvchilarga yordam berish emas, aksincha ularga qarshi ishlashni boshladi. Shuning hisobiga juda ham ko'p insonlar o'zlari majbur bo'lishyaptiki, chet ellarda
ish qidirishga. Ko'p holatlarda bular qiyinchiliklarga duch kelmoqda va bularga yordam beradigan agentlik esa aksincha ulardan pul undirish bilan band. Endi aholini hayoti qanchalik o'zgardi? O'zgarishlar bor, ammo shunga qaramasdan aholini o'sib borishi tufayli qiyinchiliklar ham bor. Bu qiyinchiliklar qatorida bu orada bo'layotgan mana bu boshqaruv tizimining juda ham chalkashligi, bu yerda bir-birini mas'uliyatini bir-biriga yuklanganligi, mana shu tufayli aholini tirikchiligida juda ham ko'p qiyinchiliklar bor va ish joylari yetishmasligi bu aniq. Ammo bu sohada man o'ylaymanki, O'zbekiston hukumati ishlar olib borishda davom etadi, islohotlar davom etadi. Ammo Musayevga o'xshagan insonlar bilan islohot davom etishi qiyin bo'ladi va bunga ishonish juda ham qiyin. Karimovning 30 yil boshqaruv davri bu diktatorlik davri, totalitarizm davri, bu qo'rquv davri, bu shantaj davri. Bu o'tgan 10 yillik bilan solishtirib bo'lmaydi. O'tgan 10 yillikda bo'lgan o'zgarishlar juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Bu bo'lyapti ham. Mana qurilishlar, aholini daromadi ma'lum miqdorda o'sdi, ammo shunga qaramay kamchiliklar bor. Ammo lekin aholini daromadi, eksport daromadlari va mana o'zingiz bilasiz, Karimov davrida, pishiqchilik davrida dehqonlarga eksportni taqiqlab qo'yar edi va hamma hosil dalada chirib ketardi. Mana hozir dehqonlar o'zlari eksport qilishyapti. Bizga o'xshagan chet elda yashaydigan vatandoshlar uchun O'zbekistonga borib kelishimiz juda ham osonlashdi. Diplomatik vakolatxonalar bilan to'g'ridan to'g'ri muloqotlarimiz boshlandi va ular bizlar bilan muloqot qilishga hech qachon tortinmaydi va doimo biz uchun xizmatga tayyor ekanliklarini ko'rsatishyapti. Bir misol qilib aytaman, bundan bir necha yil oldin AQShdagi elchi Ilhom Nig'matov va O'zbekiston Senatining raisasi Dilorom opa Torontoga tashrif buyurganda, ular bilan uchrashuvga hattoki 10 ta ham odam topilmagan. Chunki hammaning fikri ke shulardan uzoq yuray, shularni oldiga bormay degan fikrda edi. Bugun esa buni aksi va o'zgarishlarni juda ham ko'plarini aytish mumkin. Shu o'rinda albatta kamchiliklarni ham aytish mumkin.